Assalomu alaykum. Biz Deniz Furqatov va biz Barselonaga qarshi o'yinimiz bugun Valverde o'rniga Muhammad Salohni kuchaytirdi. Bizning tarkib Barselona tarkibi. Yamal ko'rishingiz mumkin 86 kartasiga. Barselonani yutishga harakat qilaman. Barselona. Alexander Valde. O'zim to'g'risini aytsam, Barselona muxlisiman. Realning ham o'yinini ko'rganman. Ronaldodan xavfli hujum va tankaga tegmoqda. Jon Garcia Kubarsi tepdi va Jon Cancelo yangi o'tdi. Barselona muxlisi bo'lsangiz bilasiz, Portugaliyani yondirmoqda edi. U o'zi Jon Cancelo Realga o'tishi kerak edi, lekin Barselona uni sotib oldi. Rafinha. Hozirda Balde jarohat olgani sababli o'ng qanot himoyachisi bo'lib, chap qanot himoyachisi bo'lib kelmoqda. Jon Cancelo va Jon Kubarsi. Jon Garcia. Ferran Torres va Muhammad Salah. Tezlik kerak va Manuel Valderrama ikkinchi golimiz urilmoqda. Bu yerda Vartabon qo'yib to'g'ri. Barselonaga Rafinha bilan gol Rafinha pas uchun o'tkazib yubormoqchi edim, to'g'ri tushunasizlar. Siz Real Madridning muxlisimisiz yo Barselonanimi? Shuni kommentariyada qoldiring. Ronaldo. Aniq edi gol bo'lishi. Chunki tezligini anchagina kuchaytirganman. O'zi 77lik holatda bo'lsa, oddiy kartasi, menkiga 84lik holat. 84lik holatida zo'r gap bo'lishi mumkin. Reklama. Kommentariyada Real Madrid muxlisimisiz yo Barselonani yozib qoldiringlar. Sonni tushirishimiz kerak. Futbolni ko'rishingiz mumkin. Full qilganman. 57 tezlik. Vartabon uchun zo'r. Yan Sommer. Tezligi 59. Rafinhani almashtirsam. Yo'q.
va ikkinchi taym boshlanmoqda. Bizda De Jong, Cancelo, Aldade va Pedri, Lamine Yamal, Lewandowskiga pas. Bu akka xavfli degani. To'pni berib qoldi. John Cancelo, Lamine Yamal, Alexson tomonda Ferran. Bizda Rafinha o'yinga tushmagan ekan. Offside chizig'iga tushadimi? Tuzog'ida Valverde. Federico va Jon Garcia. Zo'r reytingi ham 80lik holatida. To'pni qaytaradi zo'r. O'tishlar ham zo'r. Mbappening udarlarini ko'pni qaytara olmagan. Lekin hozirda 80lik holatlarda 96lik Mbappeni ham 96 overlik Mbappeni ham bahasdog'da qoldirdi. Men ko'pincha Robloxdan o'ynayman. Agar Robloxdan videolarimni ko'rmoqchi bo'lsangiz 50 ta like bering. 100 ta like qilsangiz Robloxdan video chiqaraman. Va Uzbek Heaven o'ynaymiz. Uzbek Heaven. Do'stlarimizga o'ynayotgan bo'lsa do'stlarim bilan o'ynaymiz. Har xil challenge'larni olib boramiz. Mana daqiqalar ham tugab bormoqda. 3-0 bizda hisob. Barselonaning logotipi o'zgarmadi va Huminson bizda gol urmoqda. Va shu bilan tugadi. Va biz yana bir bor kubok ko'tarmoqdamiz. Barselona bilan o'yin qilsa qiziq. Bizda asosiy final. O'ynab ko'ramiz. Yo'q. Shu bilan video tugadi.